o'g'il bola borki, uyga qiziqmaydigani bo'lmasa kerak, sizni ham qiziqtirib qo'yadigan darajada zo'r uyimiz sotuvga chiqdi shaharning markazidan, Yakkasaroyning eng zo'r ko'chalaridan bo'lgan Nukus ko'chasidan. Joylashgan joylarni ko'ring. Bu tomon piramid daryo, bu tomon esa Oybek metro gospitalniga chiqish. Mana shu yerda Glinka joylashgan. Bu yoqda mo'ljal Hamdiy usti. Shu Nukus avenuedan uyimizni ko'rsatamiz. Ikkitadan liftlar bor. Podyezdlari keng. Gulning go'zalligi ayol kishi uchun, uyning go'zalligi erkak kishi uchun bo'lsa kerak. Uyimizni spanisidan o'zini samozelari bilan har bitta erkak kishi oilasi uchun shunaqangi zo'r uyni olib bersa, bundan zo'r baxt bo'lmasa kerak. Uyimizni detskisidamiz. Allohim hamma uy izlayotganlarga shunaqangi zo'r uylarni nasib qilsin. Gostivoy samozellar joylashgan bu yoqda. Podpiskani bosib, videoni oxirigacha ko'ring, yoqsa bitta like bosib qo'yasiz. Bu yoqda ham spanis joylashgan. Uyimiz 12 etajli Novostroykani 5-etajda joylashgan. 4 xona 99 kvadratli. Bu videoni shunaqa uy izlayotgan tanishingizga shuni samolyotcha qilib qo'ying. Uyimizning zavodamiz narxi $219,000. Shaharning markazida joylashgan bu go'zallik uchun arziydi, aloqadamiz.